Farzandingiz o'qishga qiziqmayaptimi? Doim orqasidan yurib darslarni qildirishdan, o'quv markaziga olib borishdan charchadingizmi? Mustaqil o'qishini, o'zi harakat qilishini istaysizmi? Unda bizda yechim bor. Coin tizimi. Bu o'qishni o'yinga aylantiruvchi maxsus gamifikatsiya dasturi bo'lib, o'quvchilar o'z vaqtida bajarayotgan topshiriqlari uchun, intizomi uchun, kitob o'qishi va shunga o'xshash boshqa yaxshi xislatlari uchun coin, ya'ni ball to'plashadi. Xo'sh, ushbu balldan qanday foydalanishadi? Bizda auksion mavjud. O'quvchilar to'plagan ballarini ushbu auksionda kompyuter, telefon, kitob, samokat kabi boshqa qimmatbaho sovg'alarga almashadi. Biz bu tizim orqali qisqa muddat ichida quyidagi foydalarga erishdik. Akademik natijalar sezilarli darajada o'sib bormoqda. O'quvchilar erkin fikrlay boshlashdi. Mustaqil loyihalar ustida ishlashmoqda, tadbirlarda faol ishtirok etishmoqda. Umuman, ularning liderlik salohiyati oshib bormoqda. Ushbu rag'bat ortidan biz oktyabrdan buyon 200 dan ziyod kitobni o'qib tugatdik. Biz bu tizimning o'qishga qiziqishi pastroq bo'lgan o'quvchilarga bergan natijasi haqida gapirdik. A'lochilar haqida esa aytmasa ham bo'laveradi. Aziz ota-onalar, farzandingizni mustaqil va muvaffaqiyatli bo'lishini istaysizmi? Unda Rahim Schoolga marhamat.